buyog'ini uzuni. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlarga bir foydali videorolik qilamiz. O'zimizning aynalar stanogapga g'ish qo'yib boshlabdilar. Bugun shuning obzorini ko'rasizlar. Birinchi adresni aytib o'tamiz. Qayerda desalaringiz, Kolxozobod, hozirgi Jaloliddin Malxiy rayonining Yangi Turmush qishlog'ida, sentrda ferma degan joyda qo'yilyapti. Ishlarni boshlaganiga hali hech qancha bo'lmabdi. 4-5 kun bo'pti, jana qo'yib boshlabdilar. Hozir shuning ishlash jarayonidan ham video ko'rsatamiz. Albatta videoni orqacha ko'rib, gruppalarga podelиться qilib, like, klass bosib qo'yingizlar. Hozir sezon hamma deyarli stroykani boshladi. Agar kimgadir shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda marhamat telefon nomerlari turibdi. Bemalol so'rab, narxini, usloviyalarini bilib olishlaringiz mumkin. G'ishning razmerini aytib o'tamiz, ko'rsatamiz. O'lchab metrman necha 18 ga, buyog'ini uzuni 18 ga 37-38 a. Endi necha? Balenti deymanmi degan. Balenti 12. Balenti 12. Ne? Balenti 12. Hammasi bir xil razmerda qo'yilyapti. Mana ishlash jarayoni, bir kishi yerdan layt solaveradi, bir kishi yerdan g'ishqib kesib beraveradi. Nerda yana ikkita odam tayyor g'ishlab borib, unaqa to'g'ib plashatkaga joylab kelyapti. Salami. Nam nereden g'ish keldi. Mana shu bir xil razmer qilib kesib, arabaga joylab beraveradi ekan. Namera buncha quyib o'tgan. Buncha quyibdim namlerdan. Hili quyibdi. Ularning ish boshlaganiga jam 1-2 kun bo'ldi. Hali uncha bo'lgan yo'q, endi boshlabdilar. Kimga agar zakaz kerak bo'lsa, bemalol qabul qiladilar. Ekranda nomer, telefon qilib qalasangizlar, uylaringizga borib qo'yib beradi ekan. Mana ishlar. Ishlarning razmerini yana bir marta aytib o'tamiz. Eniga 18, uzuni 38. Mindayinga jambashi deymanmi? Yeri 12 ekanlar. Kolxozobod rayonining Yangi Turmush qishlog'ida, sentrda joylashgan bular. Ferma qishlog'ida.